shu va shu kabi savollar barchada qiziqish tug'dirayotgan bo'lsa kerak. Xo'sh, buni hozirdan aniq aytib bera olmaymiz, lekin umumiy ravishda tahlil qilishimiz mumkin. Agar video qiziq bo'lsa, oxirigacha ko'ring. Demak, oltin kesim sifatida SAT 1450+ ni olamiz va SAT 1450 dan yuqori olgan barcha talabgorlar o'zi orzu qilgan yoki nufuzli bo'lgan 5 ta oliygohni bemalol yozishlari mumkin. Biri bo'lmasa, biriga albatta kirishadi. Chunki bular uchun kvotalar deyarli yetadi deb bemalol ayta olamiz. Xo'sh, 1450 dan pastlar nima qiladi degan savolga kelgusi videoda javob beraman. Shu va shu kabi savollar barchada qiziqish tug'dirayotgan bo'lsa kerak. Xo'sh, buni hozirdan aniq aytib bera olmaymiz, lekin umumiy ravishda tahlil qilishimiz mumkin. Agar video qiziq bo'lsa, oxirigacha ko'ring. Demak, oltin kesim sifatida SAT 1450+ ni olamiz va SAT 1450 dan yuqori olgan barcha talabgorlar o'zi orzu qilgan yoki nufuzli bo'lgan 5 ta oliygohni bemalol yozishlari mumkin. Biri bo'lmasa, biriga albatta kirishadi. Chunki bular uchun kvotalar deyarli yetadi deb bemalol ayta olamiz. Xo'sh, 1450 dan pastlar nima qiladi degan savolga kelgusi videoda javob beraman.